Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Bugungi darsimizda Zulhijja oyida tutiladigan ro'zalar va ro'za vaqtlari haqida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin ko'proq insonga yetib borish uchun like tugmachasini bosib qo'yishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Demak, boshladik. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ibodat qilinadigan biror kun Zulhijjaning 10 kunidan ko'ra Alloh taolaga mahbub emas. Undagi har bir kunning ro'zasi bir yilga barobar, undagi har bir kechaga turish Qadr kechasiga turishga barobardir dedilar. Termiziy va Ibn Moja rivoyat qilgan. Quyidagi rasmda Zulhijja oyining 9 kunlik ro'za vaqtlari keltirilgan. Chap tarafda ko'k yozuvdagilar bu Zulhijja oyining dastlabki 10 kuni, undan keyin esa sanalar. Bu o'zimizning sanalar hamda undan keyin esa og'iz yopish va og'iz ochish vaqtlari keltirilgan. Misol uchun Zulhijja oyining 1-kuni 28-may sanasiga to'g'ri kelmoqda. Og'iz yopish 3:14 gacha, og'iz ochish esa 19:49 da. Eslatib o'tamiz, quyidagi jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqini keyingi jadvalda ko'rib o'tamiz. Yana bir narsani e'tiborga olish kerak. Taqvimlarning 1 yil oldin tuzilishi hamda Toshkentning har xil joylarida vaqtlar bir-biridan 1-2 minutga farq qilishini inobatga oladigan bo'lsak, biz 15-20 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Misol uchun 3:10 da og'iz yopilishi kerak deyilgan bo'lsa, 3 da yoki 2:50larda og'iz yopish tavsiya etiladi. Ham ehtiyotni inobatga olgan holatda aytib o'tganimdek, Toshkentning har xil joylarida bir-biridan vaqtlar farq qilishi mumkin. Shuning uchun og'iz yopayotganda 15-20 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Og'iz ochayotganda esa haqiqatdan shom vaqti bo'ldimi, shularga e'tibor bergan holatda shom vaqti kirgandan so'ng og'iz ochish tavsiya etiladi. Xo'p, Zulhijja oyining 9-kuni esa Arafa kuni hisoblanadi. Zulhijja oyining 10-kuni Qurbon hayiti hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, quyidagi vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan edi. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. Aytib o'tganimizdek, quyidagi jadvaldagi vaqtlarni hisoblayotganda ham ehtiyotni inobatga olish tavsiya etiladi. Xo'p, endilikda og'iz yopish va og'iz ochish duolari haqida gaplashamiz. Xo'p, og'iz yopayotganda Alloh roziligi uchun nafl ro'zasini tutishga niyat qildim deyiladi, bo'ldi. Shu bilan og'iz yopiladi. Og'iz ochishda esa o'zingizning qalbingizdagi niyatlar bilan og'iz ochasiz. Chunki eslatma o'zini maxsus duolari yo'q, shuning uchun quyidagi duolar orqali og'iz ochamiz va og'iz yopamiz. Endi misol uchun kimdir masalan Ramazon oyida qazo ro'zasi bo'ladigan bo'lsa, qazo ro'zalarini boshqa kuni tutib beradi. Boshqa kuni Zulhijja oyining 9 kuni desa, faqatgina shu nafl ro'zalarni o'zini tutish bu afzalroq hisoblanadi ekan. Endilikda boshqa shaharlardagi insonlar, misol uchun siz Moskvada bo'lishingiz mumkin, Rossiyada bo'lishingiz mumkin yoki Yevropada boshqa davlatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, sizda og'iz ochish va og'iz yopish vaqtlarni topishda muammo bo'lishi mumkin. Agarda siz aynan taqvimni topa olmasangiz, siz yotishdan oldin saharlikka turmagan holatda og'iz yopib, keyin uxlasangiz bo'ladi. Og'iz ochayotganda esa shom namozi bo'lgandan keyin og'iz ochasiz. Bu holatlar qachon? Qachonki siz taqvimni topa olmasangiz, shu holatda ro'za tutsangiz bo'ladi. Azizlar, yana bir bor kirib kelayotgan Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.